Ba'zi insonlar bugun oramizda jisman yo'q bo'lsa-da, ular qoldirgan fikr, ma'naviy meros vaqt chegarasini bilmaydi. Qatag'on yillari Abdulla Qodiriy, Abdulhamid Cho'lpon, Abdurauf Fitrat va Usmon Nosir kabi yuksak ziyolilarning taqdirida og'ir iz qoldirdi. Ular xalqning uyg'onishi, ilm, ma'rifat va erkin tafakkur yo'lida yashab, ana shu yo'lda fidoyilik ko'rsatgan insonlar edi. Bugun ularning hayotini xotirlar ekanmiz, biz faqat o'tmishni eslamaymiz, balki ular orzu qilgan yorug' kelajakka hurmat bildiramiz. Chunki haqiqiy xotira bu unutmaslik emas, balki ular qoldirgan g'oyalarni davom ettirishdir. Ular qalblarda yashar ekan, millat xotirasi ham, ma'naviy kuch ham abadiy bo'ladi.